bitta shunaqa bemorim anaqa qilyapti, telefon qilib murojaat qilyapti, dediki, menga bir kishi maqtagan edi vitamin D preparatini. Men mana shu preparatni eng katta dozani har kun qabul qilibman. Endi cho'tdan men yomon bo'laman. Siz dozasi qanaqa diyor? Eng katta doza, eng yuqori doza deyilgan menga. Bir oy davomida men qabul qildim. Endi u nima bo'ladi? Vaholanki vitamin D'ni ortib ketishi ham juda yomon asoratga keladi. Albatta, har bir vitaminning yetishmasligi qanday asoratga olib kelsa, uning ortiqchaligi ham asoratga olib keladi. Nima, ona bola klinikasini yuqori etajida bizda logoped markazi bor. Logopedik markaz bor. U yerda mutaxassislar shug'ullanadi va bolalar. Shunda qarab o'tirsangiz, o'sha bolalarni onalari bilan ko'p suhbat qilaman, chunki pediatrimizga ular tushadi. Autizm kasalligini sababi nima? Bu foliyaviy kislotani ortiqcha qabul qilinishi. Shunday.